Do'stlar, hormanglar. Yana va Muzaffar. Yana nima problemalarni yasab yuribdi deb o'ylayapsizlarmi? Bugun problema emas. Bugun haqiqiy 3 ta gigant kombaynni videosini qo'yib beraman. Qanaqa kombaynlar deyishlar mumkin? Orqamdagi 2 ta kombayn. Bu haqida oldindan ma'lumot berganman. Bugun sal to'liqroq ma'lumot beraman. Uchinchisi qaysi kombaynligini kommentariyada fikringlarni yozinglarchi. Kim to'g'ri topgan bo'lsa, albatta sovg'amiz ham bor. Video oxirigacha tomosha qilinglar. Sizlar o'zingizlarni taxmininglarni sinab ko'rasizlar. Bugun sizlar uchun yana bitta video obzor bo'ladi. Bunda ko'pchilik so'ragan bo'lib to'lash haqida ham ma'lumot bo'ladi. Oxirigacha tomosha qilinglar. Narx, to'lov usullari hammasi videoni oxirigacha ko'rgan odamgagina beriladi. Chunki ko'pchilik videoni boshini ko'radi, oxirini ko'rmasdan narx qani degan savol ko'p yoziladi. Videoni oxirigacha tomosha qilinglar. Aniq ayta olaman, sizlarga foydali bo'ladi. Do'stlar, bugun bu ikkita krasavchikka qo'shib, bularning 3-chi qismini ham olib kelganmiz, ya'ni 3-chi aka-ukasini olib kelganmiz. Bular ukasi, u akasi bo'ladi albatta. Bugun F1300 va 1680 e'tibor qilgan bo'lsanglar, yangilangan pokoleniyalar etap-etap qo'shilyapti. Shularni bugun sizlarga obzorini qilib beramiz. Xudo xolasa, cho'tka obzor bo'ladi. Imkon qadar sizlarga to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. 3-chi qahramonimiz qani demoqchimisizlar? Mana 3-chi qahramon. Bu men emas, orqamdagi Vector Horizon kombayni. Ishoninglar, shunaqa shartda beramiz, shunaqa shartda, bunaqa shartda boshqa odam kombayn bera olmaydi. Videoni boshladik unda, ketdik. Vector Horizon bu bug'doy, arpa, suluv, xullas zernovoy sohadagi barcha ekinlarni o'rib, donini ajratib, qolgan somonni maydalab ketadigan gigant kombaynimizdan biri. Buni ko'pchilik O'zbekistonda bir necha 10 yil oldin tanigan. Taxminan 15 yildan beri buni bilishadi. Vector Horizonni hozirlarga obzorni qilib beraman. Bugun bu joyda 5 metr jatkali va 210 ot kuchli Yamaha dvigatel, 210 ot kuchli ushbu gigantimizni obzorni qilamiz. Gigantimiz mana bir vaqt o'zida 5 metr polyani oladi. Va bunkeri 6000 litr bunker. Tasavvur qilyapsizmi? 6000 litr bunker. Xo'p, buni bir orqa tarafdan ham ko'zdan kechiraylik. Keyin filtrlash, ya'ni tozalash sistemasi ikkita etapda ekan buni. Ko'p kombaynlarda bitta etapda bo'ladi, ya'ni bir sloy tozalaydi. Tozalangan donda bilsanglar ko'p asfaltga qolib ketadi. Bunda ikkita etapda, ya'ni g'alvar deydi o'zbekchasiga. Ikkita etapda tozalar ekan buni g'alvari. Xo'p, somonni ham ikkita siklda tozalab, yoyib berib o'tib ketadi. Ko'rib turibsizlar. Va asosan mana harakatni rimellar orqali oladi. Ushbu kombaynimiz dvigateli 210 ot kuch. 210 ot kuchini beradi. Yamaha, bilasizlar, Rosselmash Yamaha dvigatellar juda ham ko'p foydalanadi. Albatta bu avtomatlashtirilgan kabina. Hozir buni kabinasini ham ko'rsatib berib o'tib ketaman. Birinchi navbatda bizga buni narxi qiziq deydiganlarga. Akalar, buni narxi 1 milliard. Endi shoshmay turinglar. 1 milliardga qo'shimcha sizlarga bonus. 15% subsidiya, 12% NDS bilan. Yana bitta bonus beraman akalar. 3-chi bonusimiz 30% ni to'layingda 3 yilga foizsiz o'zing narxini bo'lib to'lashga olib chiqib keting. Ishonasizmi? 3 yilga foizsiz. Faqatgina 30% to'laysiz bo'ldi. Hozir sezon, bilaman, sezon oxirlab qoldi, lekin meni qo'limga kech kelgani uchun sirrochniga berib yuboraman akalar. Sirrochni bosinglar, olinglar. 1 milliard subsidiya endesi bor, 27% общий va qolaversa bo'lib to'lashga. Bunaqa zo'r variant yo'q bo'lsa kerak. Texnika soz holatda. Qolgan ma'lumot pastdagi raqamlarimizga qiling, sizga albatta ma'lumot beramiz. Endi, xo'p. Bu ikkita qahramonimiz. Nimaga men bu ikkitasini bunga qo'shib ketdim? Chunki bu ham hammasi kombayn. Bular uchalasini bitta videoda qo'yib o'tib ketsa, menimcha maqsadga muvofiq. Bilasizlar, 4 metrli jatkali 1680 290 ot kuchli dvigatel, Yamaha dvigatel bilasizlar. Bir vaqt o'zi 4 metr, lekin jatka yig'maydi. Bunda ko'rim krekri yo'q. Jatka yig'maydi. Lekin maydalashi bilasizlar, ko'pchilik bularni Jaguar bilan taqqoslaydi. To'g'ri, bu hammasi narxiga yarasha bo'ladi. Bu 1 milliard 650, bu 3 milliard. Bu
Bunda ko'rim kiri yo'q, bunda deyarli hamma narsasi bor. Buni ot kuchi 340 ot kuchi va qolaversa mana jatka 4,5 metr raskladnoy. Ko'rim krekerlari bor, o'zini o'zi bemalol chaqlaydi. Xo'p. 4 ta etapda maydalaydi, ya'ni to'liq razmerda. Qolaversa mana bu joyda hop smaska, ya'ni yog'lash, detallarni yog'lash bo'yicha ham yo'riqnomalari, xullas idealniy variant. Bu yoqda mana Yamaha dvigatel, turbonadov bilan va albatta bu gigant traktor kombaynimiz 340 ot kuchi. Bu yoqda 300 litrli qo'shimcha bak bor. Bu bak nimaniki? Biladiganlar bo'lsa kommentariyada yozib yuboringlarchi. Bilmaydiganlar uchun bu bak konsentrant bak deyiladi, ya'ni silyosga turli xil konsentrantlar qo'shib boriladi, ya'ni uzoqroq chirimasdan turishligini saqlash uchun shunaqa konsentrant baklari bor. Bu bunkerimiz bu qismida bemalol texnik ishlarni olib borishga qulay bo'ladi. Va bu aqlli hobit, ya'ni ushbu tepadagi hobitimiz aqlli bo'lib, agar nimadir xavf sezsa o'zini joyiga chustvoytelib bor qaytib oladi va hobitlarimizda qo'shimcha farlar nochda ham bemalol mazza qilib ishlatasizlar. Sezoni akalar, sezoni boshinglar. Birortasini ne sezon narsani reklama qilmayman. Xo'p, donni tushuntirdim. Bunda ko'rim kreker yo'q. Ko'rim kreker bunda bor. 99.9% donni yanchib bera oladi bu. 99.9%. Endi o'zingizlar tushunib olaveringlar. Bu don 680 ko'rim kreker yo'q, lekin buni ishlaganini ko'pchilik biladi. Andijonda ko'pchilik olgan, misol uchun Xorazmda, Buxoroda ishlatganlar bor. Xohlasanglar ishlagan videolarni ham tashlab beraman, lekin F1300 O'zbekistonda yangi birinchi marta kirdi. Xudo xohlasa keyingi partiyalar ham kiryapti. Hozir buni xarid qilgan akalarimiz bor. Keyingi partiyalarimiz xudo xohlasa mana furada turibdi. Ularni ham tushirib, imkon qadar sizlarga zborka qilib taqdim qilamiz. Jigarlar, bossinglar. 1 milliard 650, 3 milliard 5 yilgacha lizing qilish imkoniyati bor. Buni akalar, buni sizlar uchun 3 yilgacha bo'lib to'lashga mazza qilib foydalansanglar bo'ladi. Subsidiya indeksi bilan. Bularda subsidiya indeksi yo'q, lekin subsidiya yo'q, indeks bor bo'ladi. Bosib yuboradigan joyi. Video yoqqan bo'lsa, like, yoqmagan bo'lsa, uzr so'raymiz, chunki bizni obzorimiz, imkoniyatimiz shu darajada. Jigarlar, sizlar uchun keyingi video qaysi bo'lishini ham aytib qo'yaman. Keyingi video albatta traktorlarga bag'ishlangan, ko'pchilik xohlagan Xitoy va Belarus traktorlariga bag'ishlangan video bo'ladi. Kanalga podpiska tashlab ko'rsanglar, keyingi videolar sizlarga doim ko'rinib turadi. Sog' bo'linglar.